Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qo'llanmamizdan 31-bitdan davom etamiz. Iqro waktub. O'qing va yozing. Ma'a dabti awakhiril kalimati. So'zlarni oxirlarini aniqlash bilan birga o'qing va yozing. Hada li Muhammadin va zalika li Hamidin. Bu Muhammadniki va ana u Homidniki. Demak, li qo'shimchasi uchun degan ma'nosi ham bor va shuniki, shunga tegishli degan ma'nosi ham bor. Demak, bu Muhammadniki, ana u narsa Homidniki. Liman hadihi, bu narsa kimniki? Li uchun edi. Bu yerda manga qo'shib kimniki deb ma'no beramiz. Hadihi bu. Bu narsa kimniki? Hadihi li Yasirin. Bu Yosirniki. Demak, bu deb ko'rsatayotgan narsasi ham muannas narsa ekan. Masalan, oxirida toy marbutasi bor bo'lgan sayyaratun so'zi bo'lishi ham mumkin, mashina. Xo'sh, al-kitabu li Ammarin, kitob Ammorniki. Al-kitabu wal qalamu li Zaydin. Ana bu yerda ikkita narsa keldi. Kitob va qalam Zaydniki. Demak, o'sha narsalarni sanab keyin kimnikiligini oxirida aytsak ham bo'ladi. Al-kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Al-mikwatu. Bu yerda alif lom bilan qo'yilgan ekan. Alif lomsiz ham aytsak bo'ladi. Demak, al-mikwatu nima edi? Dazmol so'zi. Endi mana bu yerda alif lom qo'yilgani uchun bu aniq bir dazmol bo'ladi. Ya'ni gapirguvchi va eshitguvchi tushungan aniq bir dazmol. Masalan, uyidagi dazmolda aytayotgan bo'lishi mumkin. Ad-darajatu, velosiped. Al-mil'aqatu, qoshiq. Al-qidru, qozon. Al-baqaratu, sigir. Al-fallahu, dehqon. Al-anfu, anf, burun. Al-famu, og'iz. Al-udhunu, quloq. O'tgan darsda aytgandik, insonning juft a'zolari muannas hisoblanadi. Demak, udhun muannas so'z. Al-yadu, qo'l, bu ham muannas so'z. Ar-rijlu, oyoq, bu ham muannas so'z. Ash-shayu, choy ma'nosida. Al-ummu, ona. Al-thallajatu, demak muzlatgich. Al-qahvatu, qahva. Sari'un, tez. An-nafizatu, demak bu deraza. Jiddan, juda ham. Demak, mana shu yangi so'zlarni o'rganib olamiz. O'qigan bilganlarimizni yaxshilab takror qilib, o'sha lug'atlarimizni yozib o'rganamiz.